Agar hozir oranglarda kimdadir puldan yetishmovchilik bo'lib turgan bo'lsa va siz qachondir ko'proq pul topishni boshlaganimda atrofdagilar meni ko'proq yaxshi ko'radi deb o'ylasangiz adashasiz. Eshshagam ishlaydi, lekin uni hech kim qadriga yetmaydi. Agar siz buyuk oila boquvchi vazifasini olsangiz va uni to'g'ri bajarsangiz, siz boqib turgan odamlar sizni hurmat qilishi shart. Bo'lmasam eshakdan farqimiz qolmaydi. Siz topib kelgan pul sizning umringizning bir qismi. Pul topish uchun umringizning bir qismini sotib keldingiz. Pul uchun. Va bu hurmatga sazovor narsa. Shunchaki yaxshi gapga emas, o'sha topgan pulingiz to'g'ri joyga ishlatilishi kerak. Mulkingizga va shaxsingizga hurmatning eng oliy darajasi bo'lishi kerak. Agar bu yo'qmi, men sizlarga buni bugun aytayapman. Agar bizni boquvchi vazifamiz kerakli darajada hurmat qilinmayaptimi, biz bu mas'uliyatdan voz kechishga haqlimiz. Bo'lmasam eshakdan farqimiz qolmaydi. Chunki o'zbek erkagi bir parcha latta uchun qo'ni-qo'shnilari gapi va yaltir-yultirga pul topaman deb umrini sotib kelmasligi kerak.